Nima uchun tradingda ko'pchilik pul yo'qotadi? Bu video xom haqiqatni ochadi. Ya'ni haqiqiy bozor mexanikasi. Yo'qotishlarning asosiy sababi, siz ham tez boyish kontentidan charchagan bo'lsangiz, to'g'ri joydasiz. Trading bu oson pul emas. Ya'ni og'riqli statistika mavjudki, 90%-95% odam tradingda pulni yo'qotadi. Savol, sizda ham shunday bo'lganmi? Lekin ko'pchilik buni sababini strategiya, stop loss va psixologiya deb ta'riflaydi. Aslida esa shunday ekan. Oson pul illyuziyasi. То есть sotsial mediada juda ham ko'p insonlar superkarlarni yoki bir kunlik daromadini marketing sifatida, ya'ni fake gurular, signallar, profitlar, indikatorlar, turli sirli strategiyalar orqali ommaga yolg'on illyuziya bilan ulashmoqda. Asosiy sabab bu to'g'ri bilimning yo'qligi. Ya'ni haqiqiy moliya bozor bu qaysiligini, riskni va bilimni bilmasligi hisoblanadi. CFD va brokerning kazino modelini farqlamaslik, ya'ni asosiy sabablardan biri. Bu yerda egalik huquqi mavjud emas. Katta kredit yelka dealer deskning sizning yo'qotishingiz ularning foydasi ekan. Asosiy sabab. Hammaga rahmat.